Bolangizga pampers kiytasizmi yoki yo'qmi, bu sizning ixtiyoringizdagi narsa. Bizning vazifamiz sizga to'g'ri ma'lumot berish xolos. O'tgan safar ko'rsatuvimizdan keyin bir necha savollar, qarama-qarshi fikrlar paydo bo'lgan. Bitta pampers kiygan bilan kelajakda qiz bola xarakterli bola bo'lib qoladimi yoki naslsiz bo'lib qoladimi degan har xil gaplar paydo bo'lgan. Qisqagina tushuntiradigan bo'lsak, anatomik fiziologik holatini bolada urug'dondagi harorat insonni haroratidan 2,5-3 gradus past bo'lishi kerak. Ya'ni sizning haroratingiz 36-36,5 bo'ladigan bo'lsa, urug'donda 33 atrofida bo'lishi kerak. Siz 24 soat davomida, ayniqsa yoz kunlari pampers kiyib qo'yadigan bo'lsangiz, qanaqa qilib organizm 34 gradusgacha urug'donning ichida haroratni sovita oladi? Buni deyarli imkoniyati yo'q. Bu kelajakda endokrin sistemasi, urug'don bu endokrin sistemasi. Endokrin sistemasi rivojlanishi pasayib qolgandan keyin, katta bo'lgandan keyin qanaqa qilib o'sha testosteron normal holatda ishlab chiqarishi mumkin? Albatta bu hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Birovda ozroq, birovda ko'proq, lekin salbiy ta'sir qilish ehtimolligi haddan tashqari katta. Yosh bolada testosteron nima qiladi degan fikrlar paydo bo'lgan. Lekin aslida 1 yoshar, 2 yoshar boladagi testosteronni konsentratsiyasini laboratoriyada tekshirish mumkin, uning o'zining normativlari bor. Inson 70 ga kiradimi, 90 ga kiradimi, unda ham testosteronning miqdori o'sha yoshga yarasha miqdorda bo'lishi shart. 90 yoshga kirgan odamda testosteronning miqdori o'zining yoshiga yetgan holatda bo'lmaganligi u insonning aqliy faoliyatini pasayib ketishiga olib keladi. Testosteron bu faqat haligi nasl qoldirish uchun ishlatiladigan gormon emas, bu insonni inson qiladigan gormon. Pampersni ziyonligi haqida sizga yana qisqagina tushuntirib o'taman. Mana bugungi kunda 20 million chiqadigan bitta evakuatsiyadagi spermatozoidni norma deb referens qilib ko'rsatishyapti. Referens bu ko'pchilik insonlardagi bo'layotgan norma hisoblanadi. Bu norma o'sha inson uchun emas, ko'pchilik ichida olingan referens. Norma degan laboratoriya bugungi kunda deyarli ishlatilmaydi. Referens ishlatiladi. O'sha referensga keladigan bo'lsak, 15 millionni bugun referens normasi deb ko'rsatyapti. Lekin aslida bundan 20-30 yil oldin 80 milliondan 150 milliongacha edi. Buni farqiga borayotgan bo'lsangiz kerak.